Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar, aziz vahodoshlar. Surxondaryo telekanali dasturlarini Stop korrupsiya loyihasi bilan davom ettiramiz. Xabaringiz bor, dasturimizning avvalgi sonlarida korrupsiya tushunchasi hamda mazkur illatni sodir etgan shaxslarga nisbatan qonunchiligimizda belgilangan javobgarlik choralari xususidagi ma'lumotlarni taqdim qilgan edik. Bugungi ko'rsatuvimizda korrupsiyaga oid jinoyat turlari hamda mazkur jinoyatni sodir etgan shaxslar davlat tashkilotlarida ishlay oladimi yoki yo'q, shu kabi savollarga javob olishni maqsad qilganmiz. Ayni mavzuda suhbatlashish uchun studiyamizga Surxondaryo viloyati adliya boshqarmasi mas'ul xodimlarini taklif etganmiz. Ular bilan tanishtirib o'taman. Boshqarmaning korrupsiyaga qarshi ichki nazorat bo'yicha bosh maslahatchisi Mirzayev Sherxon Shodiyevich hamda boshqarmaning axborot sho'basi bosh maslahatchisi Qulmatov Umidjon Panjiyevichlar bugungi ko'rsatuvimiz mehmonlari bo'lishadi. Xush kelibsizlar. Sherxon Shodiyevich, suhbatimizni siz bilan boshlasak, ko'rsatuvimiz avvalida korrupsiyaga oid jinoyat turlari nimalardan iborat? Shu savolga javob berib o'tsangiz, marhamat. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 31-dekabrdagi korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar haqida xabar bergan yoki korrupsiyaga qarshi kurashishga boshqacha tarzda ko'maklashgan shaxslarni rag'batlantirish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi 829-son qaroriga asosan qaysi turdagi jinoyatlar korrupsiyaga oid jinoyatlar hisoblanishi yoki qaysi turdagi ma'muriy huquqbuzarliklar korrupsiyaga oid ma'muriy huquqbuzarliklar sirasiga kirishi mazkur qarorda belgilab o'tilgan. Jumladan, Jinoyat kodeksining 167-moddasi 2-qismi G bandi, 168-moddasi 3-qismi V bandi, 192-9-moddasi, 192-10-moddalari, shuningdek 205-moddasi, 209-moddadan 214-moddagacha bo'lgan, 209-moddadan 214-moddagacha, shuningdek 243-moddasida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etgan shaxslar, demak, bunda zaruriy sharti mazkur jinoyatlarni mansab vakolatini suiiste'mol qilgan holda sodir etgan bo'lishi kerak. O'sha mansab vakolatini suiiste'mol qilgan holda sodir etgan bo'lsagina biz uni korrupsiyaga oid jinoyat sifatida e'tirof eta olamiz. Shuningdek, Jinoyat kodeksining 301-moddasida ham sodir etgan shaxs korrupsiyaga oid jinoyatlarni sodir etgan hisoblanadi. Shu joyda e'tibor qaratishimiz kerak, Jinoyat kodeksining 167-moddasi, ya'ni o'zganing mulkini o'zlashtirish yoki restavratsiya qilish yo'li bilan talon-taroj qilish jinoyati oddiy fuqaro tomonidan ham sodir etilishi mumkin va mansabdor shaxs tomonidan ham sodir etilishi mumkin. Bunda zaruriy sharti mazkur jinoyatni mansabdor shaxs tomonidan sodir etgan bo'lsa, ya'ni mansabdor shaxs o'z vakolatini suiiste'mol qilgan holatda mazkur jinoyatni sodir etgan bo'lsagina biz uni demak korrupsiyaga jinoyat sifatida e'tirof eta olamiz. Shuningdek, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda ham bir nechta moddalar belgilangan mazkur qaror bilan. Demak, 61.1 moddasi, shuningdek 193.1 va 193.2 hamda 193.4 moddalarida nazarda tutilgan ma'muriy huquqbuzarliklar ham demak korrupsiyaga oid ma'muriy huquqbuzarliklar sifatida mazkur qarorda ko'rsatib o'tilgan. O'sha moddalarni izohlab o'ta olasizmi? Aynan nimalar ko'rsatilgan unda? Albatta, Jinoyat kodeksini hammamizga ma'lum 209-moddasi, ya'ni mansab soxtakorligi, 210-moddasi pora olish, 211 pora berish, 212-moddasi pora olish berishda vositachilik qilish va boshqa shunga o'xshash jinoyatlar. Rahmat ma'lumotlaringiz uchun. Endi ko'rsatuvimizning asosiy savolini sizga taqdim qilmoqchiman. Xo'sh, korrupsion jinoyatlarni sodir etgan shaxslar davlat tashkilotlarida ishlay oladimi yoki yo'q? O'zbekiston Respublikasining 2022-yil 8-avgustdagi o'riqi 788-son, ya'ni Davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonuni qabul qilingan. Mazkur qonunning 28-moddasida qanday fuqarolar davlat xizmatiga qabul qilinadi va qanday fuqarolar davlat xizmatiga qabul qilinishi mumkin emas. Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, korrupsiyaga oid jinoyatlar sodir etganligi uchun sud tomonidan aybdor deb topilgan shaxslar davlat fuqarolik xizmatini ko'rsatuvchi tashkilotlarda ishga qabul qilinmaydi. Shu o'rinda aytib o'tish joizki, mazkur qonunning 50-moddasida belgilangan, agarki davlat fuqarolik xizmatini ko'rsatuvchi tashkilotda ishlab turgan xodim bo'ladigan bo'lsa, yuqorida biz sanab o'tgan korrupsiyaga oid jinoyatlarni sodir etgan taqdirda davlat fuqarolik xizmatchisining faoliyatini tugatishga asos bo'ladi degan norma mazkur qonunning 50-moddasida belgilangan. Bundan ko'rinib turibdiki, davlat fuqarolik xizmatiga, demak, korrupsiyaga oid jinoyatlarni sodir etgan shaxslar ishga qabul qilinmaydi. Agar ishlab turgan bo'ladigan bo'lsa, ular bilan demak mehnat shartnomasini bekor qilishga asos bo'ladi.
qachonki o'sha korrupsiyaga jinoyatlarni sodir etgan taqdirda. Rahmat. Aksariyat hollarda mazkur jinoyatni to'la anglab yetmagan taqdirda yoki uning huquqiy oqibatlarini bilmagan holatlarda ham mazkur jinoyatlar sodir etilishi bor gap. Shu ma'noda aytganda fuqarolarning, umuman davlat tashkilot xodimlarining huquqiy savodxonligini oshirish maqsadida mazkur turdagi jinoyatlarni sodir etgan taqdirda uning huquqiy oqibatlari haqida xabardor qilish maqsadida qanday targ'ibot, tashviqot ishlari amalga oshirilmoqda? Umidjon aka, shular haqida aytib o'tsangiz. Rahmat. Korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha butun dunyo, balki yurtimizda ham mana shu targ'ibot, tashviqot ishlari olib borilmoqda. Bu korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha juda katta ishlar, ya'ni Surxondaryo adliya boshqarmasi, ya'ni 15 ta tuman shahar adliya bo'limi xodimlari, adliya vazirligi boshchiligida butun mana shu aholimizda huquqiy ongi, madaniyatni yuksaltirish bo'yicha mahallalarda, jamoat joylarida va davlat tashkilotlarida, universitet, ta'lim muassasalarida, maktablarda ham mana shu illatning oldini olish bo'yicha bir qancha targ'ibot ishlari amalga oshirilmoqda. Nafaqat buni korrupsiyani oldini olish bo'yicha targ'ibot, tashviqot ishlari, ya'ni har xil videoroliklar va tarqatma materiallari tayyorlaganmiz. Bu bo'yicha shu aholiga keng targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Bu illatga qarshi kurash nafaqat bu davlat tashkiloti emas, balki har bir fuqaromizning burchi bu sifatida ko'rishimiz kerak. Ya'ni bir qancha bilyapmizki, hozirgi kunda rivojlangan davlat Singapur hozir eng korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha eng rivojlangan davlatlar biriga kiradi. O'sha Singapur tajribasini ham olgan holda O'zbekistonda ham mana shu korrupsiyani oldini olish bo'yicha ham bir qancha targ'ibot, tashviqot ishlari va qonun hujjatlari ishlab chiqilmoqda. Bu bo'yicha adliya boshqarmasi, adliya vazirligi korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha doim targ'ibot, tashviqot olib boradi va shu bo'yicha ishlar davom ettiradi. Singapur tajribasida, ya'ni u yerda korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha aholiga nafaqat bu davlat tashkiloti emas, har bir fuqaroning o'zi mana shu korrupsiya bo'ldimi, shu bo'yicha davlat organlariga, huquqni saqlovchi organlarga xabar berib, har bir fuqaro mana shu illatni qarshi kurash bo'yicha olib boradi. Bu qanday bo'ladi? Ya'ni Singapur aholisiga davlat tashkilotlari tomonidan aholiga singdirilgan mana shu illatni birga, nafaqat davlat emas, butun fuqaro, ya'ni xalq birga kurashsa mana shu illatni oldini olish bo'yicha, ya'ni singdirilganki, aholi ham mana shu illatni oldini olish bo'yicha bor vujudi bilan kurashadi. Bu bo'yicha harakat olib boradi. Rahmat ma'lumotlaringiz uchun. Aytishimiz kerakki, korrupsiya jamiyat va davlat taraqqiyotiga jiddiy zarar yetkazuvchi illat hisoblanadi. Shu sababli korrupsiyaga oid jinoyatlar davlat qonunchiligida og'ir huquqbuzarlik sifatida baholanadi. Sherxon aka, shu ma'noda aytganda korrupsiyaga qarshi kurash sohasida davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari nimalardan iborat? Shular haqida ham so'z yuritsangiz, marhamat. O'zbekiston Respublikasining 2017-yil 3-yanvardagi 419-son korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risida qonuni qabul qilingan, hammamizga ma'lum. Mazkur qonunning 5-moddasida korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari belgilab berilgan. Bular birinchi o'sha aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirish, jamiyatda korrupsiyaga qarshi murassasiz muhitni yaratish. Bu birinchi yo'nalish. Ikkinchi yo'nalish davlat va jamiyat hayotining barcha jabhalarida, demak, korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish va uni amalga oshirish. Uchinchi yo'nalish esa korrupsiyani oldini olish, uni bartaraf etish, chek qo'yish, unga demak zamin yaratgan shart-sharoitlarni bartaraf etish hamda korrupsion jinoyat sodir etgan shaxslarning javobgarligi, muqarrarligini ta'minlashdan iborat. Mazkur 3 ta yo'nalish bo'yicha ham adliya boshqarmasida tegishli ishlar amalga oshirilyapti, chora-tadbirlar belgilandi. Chora-tadbirlar ijrosi bo'yicha demak har bir xodim bilan individual profilaktik suhbatlar olib borilmoqda. Shu o'rinda aytib o'tish joizki, Adliya vazirligi 2022-yilga nisbatan yillar kesimida muntazam ravishda o'sha korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida yutuqlarga erishib kelindi va o'sishlar sezilarli darajada qayd etilib, 2026-yil mana natijasiga ko'ra 2025-yilda Adliya vazirligi tizimi korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha o'sha reytingida 94 ball bilan yaxshi natijani ko'rsatdi. Rahmat ma'lumotlaringiz uchun. Aytishimiz kerakki, 2026-yil yurtimizda korrupsiyaga qarshi favqulodda holat e'lon qilingan yil sifatida e'tirof etilgan. Bu bejizga emas, yuqorida ta'kidlaganimizdek, korrupsiya jamiyat va davlat rivojiga, taraqqiyotiga salbiy ta'sir ko'rsatib, fuqarolarning davlat boshqaruviga, qonunlariga ishonchsizligiga olib keladi. Shu ma'noda aytganda, yuqorida Umidjon aka bir fikrni yaxshi ta'kidlab o'tdingiz. Korrupsiya qachon bartaraf etilishi mumkin? Qachonki barcha fuqarolar bir yoqadan bosh chiqargan holda unga qarshi kurashsagina mazkur illat ildiziga bolta urilishiga erishish mumkin. Shu ma'noda yuqorida aytib o'tilgan fikrlar, ma'lumotlar, savollarimizga javoblaringiz uchun, ko'rsatuvimizda ishtirokingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Qadrli teletomoshabinlar, shu bilan biz uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat, xayr, salomat bo'ling.